Ramazon oyida ozish uchun ovqatlanish ratsioni qanaqa bo'lishini hozir sizlarga birma-bir tushuntirib o'taman. Birinchi bo'lib iftorlikdan boshlaymiz, ya'ni og'iz ochishni xurmo bilan boshlaymiz. 2 yoki 3 dona xurmo iste'mol qilamiz. 1 stakan suv va bizga tezkor oqsil, ya'ni qaynatilgan tuxum oq kerak bo'ladi. Albatta bodring bilan birgalikda. Va foydali yog'lardan gajjak yoki yong'oq iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Va albatta bizga vitaminlar kerak. Buning uchun meva, banan, ko'k olma, apelsin iste'mol qilsanda bo'ladi. Ko'rib turgan ratsionimiz iftorlik. Iftorlikdan biroz vaqt o'tgandan so'ng 200 gram guruch va 300 gram go'sht iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Albatta salat bilan birgalikda. Endi navbat saharlikka. Saharlikda uglevod va oqsil iste'mol qilishimiz kerak. 200 gram guruch, 300 gram go'sht. Guruchdan zerikkalla, guruch o'rniga grechka iste'mol qilsa bo'ladi. Tovuq go'shti o'rniga mol go'sht iste'mol qilsa ham bo'ladi. Va albatta salat bilan birgalikda. Shunaqa ozish va semirish bo'yicha foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.